Assalomu alaykum. Avazbek, Assalomu yaxshimisiz? alaykum. Charchaymizmi? Va alaykum assalom. Muzaffar, yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat, yaxshiman. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukur. Siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Men ham xursandman sizni ko'rib turganimdan beri. Bizda bilasiz, uncha ko'p obunachi yo'q, lekin o'shanga qaramay ko'pchilik bor. Ya'ni o'zimizni diplomatiyadan borlar, ya'ni diplomatiyadan borlar so'rashadi. Aka, shu chetga magistraturaga ketganlardan ham anaqa qilaylik deb men o'zi yangi yildan keyin qilmoqchi edim. Keyin qarasam, sizlarni o'qishinglarga to'g'ri kelib, ko'p nimalar vaqtinglar bo'lmasa ekan, qilish o'zimni ham ishim ketib qoldi, ko'payib ketib qoldi. Shunga hozirga nasib ekan, endi shu ozgina sizni taassurotlaringiz, tajribalaringiz shaxsan menga ham qiziq. Chunki chetga chiqish ingliz tilini o'rgangan kundan boshlab hammada bo'ladi orzusi. Shunga siz bilan gaplashmoqchimiz. Suhbat podkast shaklida bu. Bizga o'zingizni tanishtirib bersangiz, baribir o'zingizdan boshqa hech kim zo'r bilmaydi o'zingizni. Shunga tanishtirib bersangiz xursand bo'lardim. Endi o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ism familiyam Abdumannonov Avazbek. Ziyolilar oilasida 2002-yil 18-martda tug'ilganman. Namangan viloyatida, To'raqo'rg'on tumanida. Dadam oliy toifali vrach oftalmolog, ya'ni ko'z shifokori. Onam matematika fanidan oliy toifali o'qituvchilar. Akam va singlim bor. Bizning oilaviy sharoitimizda dadam ham, onam ham ishlashadi va ziyolilar oilasi sifatida e'tirof etiladi. Boshlang'ich maktabimni rus sinfida o'qiganman. Undan keyin 5-sinfdan 9-sinfgacha chuqurlashtirilgan maktab internatida, ya'ni litseyda o'qiganmiz. Undan keyin 10-11-sinfda prezidentimiz tomonidan ochilgan o'sha Isoqxon Ibrat nomidagi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab internatida o'qiganman. Undan keyin juda ham ko'plab xorijdagi universitetlarga topshirganman. Bu 20 dan ortiq universitetlarga qabul qilinganman. Uning ichidan Buyuk Britaniyaniki bor, Germaniyaniki bor, Amerikaniki bor va Koreyaniki bor va o'zimizning xalqaro toifadagi universitetlar, ya'ni 5 ta universitetni qo'shmagandan tashqari 20 ta universitet, ya'ni 23 taga kirganman. O'zimizdagi 5 universitet bilan 28 ta bo'lgan. Ammo 2020-yil 16-martdan boshlab karantin bo'lgani uchun va o'zimning akam Koreyada o'qigani uchun uydagilar jo'natishmagan. Hech bo'lmasa sen biz oldimizda qol, akang o'sha o'qiyapti. Shuning uchun sen bakalavrni bizda o'qiysan, keyin magistraturang uchun ruxsat beramiz deyishgan. Undan keyin men qaysi universitet tanlash ekanligini bilmaganman. O'sha paytda IELTS darajam unaqa yuqori emas, lekin o'zimning xohishim bo'yicha Westminster universitetida o'qigim kelgan. Ammo IELTS natijam 6,5 va faqatgina bu 6,5 bilan kirish qiyin bo'lganligi uchun o'sha paytda menga ustozim Hakimxo'ja domlani bir shogirdlari bor edi, aynan diplomatiyani tugatgan o'sha yilda va o'sha inson menga kontaktlarini berdilar. Keyin u inson bilan gaplashdik va diplomatiya universitetini tanladim va u yerga o'qishga kirdim va sizlar kabi juda ham bir yaxshi insonlar bilan tanishdim, do'stlashdim, ilm oldim va hozirda mana magistraturaga Würzburg University deydi, ya'ni top 200 talikdagi, agar buni rankingga qaraydigan bo'lsak, Yevropada top 50 talikda bo'ladi. Agar har xil rankinglarga qarasak, 200 talikda ham bor, 100 talikda ham bor, ba'zi joyda 300 talikda bor. Endi bu Yevropaga kelgandan keyin bu rankinglar unchalik katta ahamiyatga ega emas. Shuning uchun bu Würzburgda Germaniyadagi eng tarixiy shaharlardan biri, tarixiy universitetlardan biri ekanligiga va 14 ta Nobel mukofotini olgani uchun aynan tinch va studentbop universitet ekanligi uchun aynan shu universitetni tanlaganman. Undan tashqari bu universitetga kelishimdan oldin avval o'zimizda o'qiyotgan talabalar bormi yo'qmi qiziqqanman va shu yerda tanish talabalar borligi uchun shu yerga topshirganman va hozirda tahsil olib kelyapman. Kattakon rahmat Avazbek. Avazbekni shaxsan o'zimizni kursdoshimiz, 4 yil birga o'qiganmiz va bir joydan bo'lib Toshkentga kelib tanish nasib qilgan. Leadership skilllari juda ham kuchli Avazbekda, chunki gruppamizni doim yig'ib Avazbek ketgandan keyin o'zi gruppa yig'ilmay ham qo'ydi. Gruppani birga ushlab turadigan yaxshi bola.
Bugungi kunda mana Germaniyada tahsil olib, o'z faoliyatlarini davom ettiryaptilar. Hammada har xil ekan. Kimdir magistraturaga ketadi, kimdir ish boshlaydi o'zi Toshkentni bitirib. Hammani sharoitidan, o'zini prioritetlaridan kelib chiqib harakat qilar ekan. Endi keling sizni o'qishingiz anosiga ko'proq fokus beraylik, chunki ko'pchilik baribir o'qishni ishtadi. Men ham Germaniyaga ketmoqchiman. Nimaga imminni Germaniyaga borishim kerak? Bugungi kunda misol uchun qanaqadir aytaylik iqtisodiy jihatlari tushayotgandir balki misol so'ch qilganda ham ba'zida chiqib qoladi Germaniyada iqtisodiy tushish boshlanyapti. Biz o'zi Germaniyaga borishimiz kerakmi o'zi degan savolni boshqa davlatlar bor, misol Buyuk Britaniya, London. Siz aytyapsiz, misol uchun bakalavrda ham siz tajribangiz bo'lganda o'qishga kirish bo'yicha. Misol Yaponiya bor, boshqa davlatlar bor. Nima uchun aynan Germaniya? Nima sizga turtki bo'lgan narsalar Germaniyaga? Juda ham qiziq savol. Avvalo menda boshqa variantlar bo'lgan. Nega aynan Koreya emas, nimaga aynan Yaponiya yoki Amerika yoki Angliya kabi mamlakatlar emas? Albatta, birinchi o'rinda bakalavrni bitirganimdan keyin o'zimni akam Janubiy Koreyada tahsil olardi. U paytda bakalavr tugatgan, magistraturaga topshirish arafasida va men magistraturaga topshiradigan bo'lsam, akam ikkalamiz birga o'qib ham bitta joyda yashaymiz va bu menga hech qanaqa qiyinchilik bermaydi. Sababi men u yerdan uy topish muammosi, ish topish muammosi, do'stlar topish muammosida qiyinchilikka uchratmaydi. Avval Janubiy Koreyaga o'qishlariga topshirdim, ammo koreys tilini bilmaganligim sababli va u yerdagi ba'zi bir narsalarni yoqtirmaganligim uchun, aynan ularning tilini yoqtirmaganim uchun, millatni emas, aynan tilini va u tilini o'rganish qiyinchiligi bo'lgani uchun Janubiy Koreyaga topshirmadim. Va Amerikaga bilamiz, juda ham hammaning orzusi, dream country deydi. U universitetlarga topshirsam bo'lardi, ammo faqatgina viza muammolari tufayli u davlatga topshirmadim va bizda Germaniya davlati qolardi. O'z-o'zidan Angliya davlatiga topshirish uchun meni oilam uchun bu ancha og'irlik qiladi. Men oilamni qiynagim kelmadi va Germaniyaga topshirishni niyat qildim. Sababi bu yoshligimdan o'zi ota-onalarimiz kabi, ayniqsa onam juda yaxshi ko'radilar. Bu mamlakatni toza jihatidan, ularni o'zi millatini juda ham asrashi, hatto tilini saqlab qolishi, texnologik yoki iqtisodiy jihatdan yuqori davlat ekanligini biz yoshligimizdan onam ko'proq aytganlar. Sababi ularning paytlarida nemis tili ko'proq o'qitilgan. Shuning uchun nemis tiliga, nemis madaniyatiga qiziqish erta yoshlarimdan boshlangan. Va bakalavr tugatganimdan so'ng onam aytdilar, Germaniyaga topshirib ko'rsangchi deb. Shu paytda aynan Germaniya mamlakatini tanlashga harakat qildim. Faqatgina o'qish tekin bo'lsa ham bu mamlakatga kelishdan oldin siz 1 yil muddatga qo'yadigan pul mablag'i bo'lishi kerak, ya'ni blocked account deydi. Ya'ni siz bir oyda ishlatadigan har bir xarajatlaringizni 1 yilga qo'yasiz. Masalan, hozirgi kunda 1022 yevrodan tashlab berishadi. O'zi asli 1027 yevro, 5 yevro bank xizmati bilan 1022 tushadi. Shunda biz 1 yilga 12513 yevro qo'yganmiz. Sababi nega bu pul qo'yiladi desa, talaba kelgandan keyin u ishlamasin, faqatgina o'qisin deyiladi. Sababi mamlakat sizga shundoq ham o'qishni tekin qilib beryapti va sizning maqsadingiz faqatgina o'qish bo'lishi kerak. Sababi agar biror bir ish bilan chalg'ib qoladigan bo'lsangiz yoki maqsadingiz pul topish bo'lib qoladigan bo'lsa, siz o'qishdan o'ta olmaysiz. Sababi bu mamlakatdagi talabalarni ko'rsangiz, juda ham shunaqangi harakat qiladiki, siz xohlasangiz, xohlamasangiz ularga qarab o'zingizni raqobat sifatida ko'rmasangiz tushib ketasiz. Ya'ni u siz qaysi mamlakatdan kelganingizdan qat'iy nazar bu yerga kelgan talaba o'qishga harakat qiladi. Chunki bu mamlakat sizga o'qishini tekin qilib beryapti. Undan tashqari juda ham ko'p sayohatlar uchun yoki savdo sotiqlarga oziq-ovqatlarni sotib olayotgan aynan studentlar uchun ko'proq skidkalar mavjud. O'shaning uchun shu skidkalardan, ya'ni chegirmalardan foydalanib qolib, tezroq vaqtda o'qib qolish kerak. Chunki shunday imkoniyatlarni bizga yaratib beryapti. Shuning uchun studentlarning qadri aynan shu mamlakatda yuqori bo'lgani uchun aynan Germaniya davlatini tanlaganman. Undan tashqari nega aynan o'zimni oilaviy tomondan self-funded bo'lib, ya'ni ota-onam moliyalashtirganligini asosiy sababi, men masalan DART scholarshipini yutib olsam bo'lardi yoki Eliyurt umidiga topshirsam bo'lardi, ya'ni EUF jamg'armasiga. Ularga topshirmaganimning asosiy sababi EUFniki agar
bu mamlakatga kelib topshirib o'qiydigan bo'lsam, EIF xarajatlarini qoplab beradi. Ammo men yana O'zbekistonga qaytishim kerak. Aynan EIF yutib oladigan insonlar ko'proq Angliya va Amerikaga topshiradi. Chunki EIF qoplab bergandan keyin unaqa zo'r davlatlarda o'qib olish kerak, ya'ni qimmat bo'lgan mamlakatlar. Endi Germaniyaga keladigan bo'lsak, men bu mamlakatda ta'limini tugatganimdan so'ng faqatgina ta'lim emas, ish tajribasini ham o'zimga olmoqchi bo'lib, aynan German mamlakatini tanlaganman va shunday qilib kelib qolganman. Yana bir narsani eslatib o'tish kerak. Bizda diplomatiyada qo'shimcha til tanlab o'qish imkoniyati bor edi. Mana shu tillardan avvalgi nemis tilini tanlab o'qiganlar. Bu ham nemis tili davlatiga, ya'ni o'sha tilni bilgan davlatga borish bu doimo har doim sizga qulaylik olib keladi. Nafaqat o'qish ingliz tilida bo'lsa ham, bu ham turtki bo'lgan avvalbekka. Ha, albatta. Undan tashqari o'sha 10-11-sinflarda xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab paytida o'zi bizga nemis tili, fransuz tili majburiy sifatida o'rgatishgan. Ikkinchi tilim nemis tili edi, uchinchi tilim fransuz tili edi. O'sha paytda ustozlarda turtkisi tufayli, aynan o'sha paytda yosh paytimiz, haligi yosh bolalarga asalim, shakarim degan gaplar yoqadi. O'sha paytdagi ustozlar bizga shokolad berib, darsga qiziqtirib, "Voy, sen zo'r o'qiyapsan. Aslida biz xato qilsak ham, xato qilmayapsan, sen zo'r gapiryapsan" deb bizni shunaqa ko'tarinki kayfiyatda darslarni o'tgani uchun bu bizga turtki bo'lgan. Aynan nemis tiliga bo'lgan muhabbatim shu payt oshib ketgan. Ya'ni bizga 5 ta til majburiy edi. Ingliz tili, rus tili o'zimizning tilimiz va albatta nemis tili, fransuz tillari. Undan keyin ikkinchi kurs bo'lganimizda diplomatiyada til tanlash kurslari, til tanlash imkoniyatlari bo'ldi va men ikkinchi til sifatida nemis tilini tanladim. Agar yana bir imkon bo'ladigan bo'lsa, bu safar fransuz tilini o'rgangan bo'lardim. Sababi Yevropa mamlakatlarida fransuz tili, nemis tili, ingliz tilini bilsangiz, ko'proq imkoniyat bor va tezroq ish topishga, do'stlashishingizga. Shuning uchun agar Germaniyaga yoki Yevropa ittifoqiga keladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, aynan fransuz tili, ingliz tili, nemis tilini o'rganib kelishni tavsiya beraman. Ya'ni qulaylik. Qulaylik, aynan. O'zingizga nemis tilini o'rganganingiz qanchalik qulaylik beryapti? Misol uchun ingliz tili faqat o'qishdami yo tashqarida ham ishlatsangiz bo'ladimi bemalol? Ya'ni odamlar ingliz tilini yaxshi bilishadimi Germaniyada? Juda ham zo'r. Aynan men kelgan shaharcha o'zi yoshligidan bolalarga bog'chaligidan, hatto maktabga chiqqanidan keyin ingliz tili o'rgatiladi. Masalan, biz yakshanba kunlari futbol o'ynab turamiz. Kichkina bolachalar biz oldimizga kelib, yuzimizdan ko'rib, bizga nemis tilida emas, ingliz tilida gapiradi. "Kelinglar, biz bilan futbol o'ynaysizlarmi?" deb o'zlari taklif qilishadi. Ya'ni ular bizga nemis tilida gapirishdan ko'ra ingliz tilida gapirib zavq olishadi. Chunki ular o'rganayotgan tilini biz orqali sinab olishadi. Aynan Würzburg shaharchasi, talabalar shaharchasi bo'lib, undan tashqari bizning universitetimizda hozirgi kunda 27 mingdan oshiq talaba bor. Endi bu degani har bitta talaba hech bo'lmaganda ingliz tilini biladi va bu yerdagi joylashayotgan hudud, do'konlar, servis xizmatlari ingliz tiliga ko'proq urg'u bergan. Men o'zim aniq eslayman, oktyabrda keldim va undan keyin nemis tilida gapiryapti, hech narsani tushunmayapman. Chunki darajamiz B1 dan oshiqroq, B2 gacha o'qiganmiz, ya'ni darajamiz shu B2 atrofida, ammo hech narsani tushunmayapman. Sababi aynan Würzburg shaharchasida Bavariya bo'lgani uchun bularning tilida ozgina haqiqiy o'zini tilini saqlab qolganligi uchun tushunish qiyin bo'ladi. Masalan, yaqinda bir hafta bo'ldi kursdoshimiz keldi. U ham nemis tilini bilib keldi, ammo kelgandan keyin tushuna olmayapti. Hali tushungani yo'q. O'sha 1 oy, 2 oy vaqt o'tib, ularning muomalasiga, suhbatiga moslashgandan keyin, quloq o'rgangandan keyin tushunishni boshlaydi. Va nemis tili o'sha zo'r o'rganib kelsa ham avval bu yerga kelgandan keyin, quloqlar o'rgangandan keyin tushunishni boshlaydi. Lekin bu muammo emas. Bu yerga kelgandan keyin ingliz tili o'rganish, ingliz tilini bilgani ancha foyda beradi. Undan tashqari agar rus tilini biladigan bo'lsa, hozirgi kunda Germaniyada rus tilini biladiganlar va Ukrainadan kelganlar, Rossiyadan kelganlar juda ham ko'p va hatto ingliz tilini bilmasa ham rus tilini bilsa bo'ldi. Hatto ba'zi nemislar rus tili kurslarini maktab paytida olgan ekan. Masalan, o'zimni xonadoshim nemis bola, lekin u rus tilini ham o'rgangan. Ingliz tilidan boshqa. Hatto ingliz tilini shu darajada chiroyli gapiradiki,
o'ylab qolaman, yo'q, u nemis bola emas, u boshqa mamlakatdan, ingliz tilini o'rganadigan mamlakatdan kelgan deb o'ylayman. Sizga Ya'ni unchalik qiyinchilik sizga yo'q. jekpot bo'layotgan ekanda tillaringizni hammasi. Rus tilini ham bilasiz, Lekin xudo xohlasa. ba'zi joylari bo'ladi, yoshi kattalar til bilsa ham o'sha paytda gapirishmaydi. Masalan, yangi yotoqxonaga ko'chdim. Man so'rayapman, ya'ni ingliz tilida gaplasha olasizmi desam, yo'q, men Germaniyada tug'ilganman va faqatgina nemis tilida gapiraman dedi-da. Ya'ni yuqori kayfiyatda aytyapti-da. Ammo ingliz tilida gapirsam tushunadi. Keyin men nemis tilida gapirdim, u nemis tilida javob berdi. O'shanda ham men boshqa davlatdan kelganim uchun, nemis tilini zo'r bilmaganim uchun, o'shanda ham menga nemis tilida dona-dona shoshilmasdan chiroyli qilib gapiraman. Doim ko'proq aytaman, agar nemis tilini bilasanmi deb so'rasa, ham bilaman, faqatgina iltimos sekinroq gapiring deyman. Ya'ni sekinroq gapiring degan paytim o'zi tushunadiki, donalab gapiradi, men shu payt tushunib olaman. Demak, haliyam agar tillarni o'rganishga kimdir agar o'zida dangasalik qilayotgan bo'lsa, mana guvoh bo'lib turibsizlar. Tillar doim sizga qo'shimcha ustunlik bersa beradiki, hech qachon sizni orqaga tortmaydi hayotingizda. Endi Avazbek, Katta yordam beradi. Germaniyaga hozir o'tamiz, lekin Germaniyaga ketishgacha bo'lgan davrda ham siz ancha harakat qildingiz, o'zimiz ko'rib yurdik. Ya'ni dokumentatsiya ishlari, shoshasiz, ba'zi birda shoshib turgan paytlaringiz bo'ldi. Shunday qiyinchiliklar, qaysi narsalarni misol siz keyin bilib qoldingizda, lekin o'shani osonroq qilsa bo'lardi. Qaysidir joyida siz o'sha kamroq sarf xarajat qilib, misol dokumentatsiya ishlariga tezroq aniqlardingiz, misol topshirishingiz mumkin yoki konsalting firmalardan foydalanish qulaylik olib keladimi, qandaydir o'sha haqida ham ozgina gaplashaylik. Chunki baribir hamma boshini ketish uchun dokumentlarni yig'ishdan va universitetlar tanlashdan boshlaydi. Ya'ni dokumentlarni tayyorlash chasti bitta bo'lsin, universitetlarni tanlash chasti bitta bo'lsin. Alohida gapirib bersangiz. Demak, o'zi umuman Germaniya emas, universitetlarga topshirish jarayonlarini gaplashadigan bo'lsak, men o'zi ilgaridan maktab paytidan faxriy yorliqlar yoki shu kabi to'plashlarga juda qiziqqanimning sababi 10-11-sinfda tushunib yetganmanki, xalqaro toifadagi universitetlarga, umuman universitetlarga topshirish kerak bo'lganda nafaqat bilimlar jihatidan, balkim o'sha boshqarishlik, insonlar bilan muomalaga kirish, psixologik jihatdan yoki ijtimoiy sohalarda kuchli bo'lishi kerakligini ham bilganmiz. O'shuning uchun aynan bakalavriy topshirganimdan keyin, universitetga kirganimdan keyin shu sohalarda o'zimni sinashni maqsad qilib ko'proq yurganman. Birinchi kursda volontyorство ishlarida ko'p qatnashganman. Ikkinchi kursda, uchinchi kursda, to'rtinchi kursda shunday qilib ketgan. Sababi ko'proq faxriy yorliq olish va faxriy yorliqni darajasi qancha baland bo'lsa, deylik, hokimdan bo'lsin, vazirliklardan bo'lsin, vazirning o'zidan bo'lsin yoki bizni hududimiz joylashgan tuman hokimlaridan yoki universitetimizni rektoratidan, dekanatidan, deylik, shu kabi faxriy yorliqlarni to'plash, mukofotlarni to'plash bizga kattagina yutuq beradi. Sababi biz bu yutuqlar orqali boshqa xalqaro toifadagi universitetga topshirayotganimizda biz nafaqatgina bilim, balkim ijtimoiy sohada ham kuchli ekanligimizni, yashayotganligimizni, har bir insonlar bilan muomalaga kirishib yurganimizni ko'proq ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham men o'sha universitetga topshirganimdan keyin ko'proq urg'u berganman. Nabrot o'zimga juda ham yoqqan volontyorство ishlarida bo'lganimda, masalan, tarjimonlik qilganimizda boshqa mamlakatdan kelgan insonlar bilan gaplashib, u bilan dinimiz qanday to'g'ri keladi, deylik, nafaqat din, balkim dunyoviy sohalardan qanday, ularning qonunlari qanday, shularni haqida gaplashib, do'stlashib, undan tashqari nafaqat boshqa xorijiy mehmonlar bilan, balkim o'sha paytdagi boshqa universitetdagi bolalar bilan o'zaro networking aloqalarini o'rnatib, keyin masalan men bitta grant topa olmaydigan bo'lsam, u bolalar menga jo'natishni boshladi. Deylik, o'sha paytda deylik, moliyada o'qiyotgan Xondamir aka degan inson bilan tanishganman. Men bitta grant topsam, u boshqa grant tashlardilarda, keling men unga topshiraylik, ikkalamiz ham shu jarayonda ikkalamiz bir-birimiz bilan ko'rishib, yana ham grantlarni ko'proq topshiramiz deyishgan va shu orqali do'stlashib, ko'proq sertifikatlar to'plab o'qish jarayonlariga o'zimizga yig'ganmiz va 4-kursga kelgandan keyin o'zim bilmaganman magistratura o'qishim kerakligini. Men o'zim magistratura o'qiyman deb o'ylaganman, ammo uydagi holat, qurilish,
akam borligi uchun akamda uylanish keraklik. Ya'ni moliyaviy jihatdan baribir qandaydir kamchiliklar bo'lganligi uchun man magistraturani keyinroqqa suraman degan paytimda dadam keyinroqqa surma, hozir o'qib olsang o'qib ol, senga vaqt bo'lyapti, 25 yoshgacha o'qiydiganingni o'qib olgin-da, undan keyin o'zing uchun yaxshi bir kasbni ushla va shunda sohangni davom ettir dedilar. Undan keyin sentabr oyida sizni esingizda bor, Muzaffar birgalikda topshirganmiz Markaziy bankka. Aynan Markaziy bankka topshirayotgan jarayonlarimizda hammamiz esimizda, hammamiz o'sha paytda faxriy yorliqlar yig'ishni boshlaganmiz, o'zimiz mukofotlarimizni. Nafaqatgina bilim jihatidan, balkim ijtimoiy sohada ham kuchli ekanligimizni Markaziy bank ham talab qilgan. Undan tashqari bizni rasmiy tarzda chiqargan maqolalarimiz rol o'ynagan. Shu bilan Markaziy bankka topshirdik. Undan keyin sinovlardan o'tdik, kim qanaqa raqobatni ko'rdik va birozdan vaqt o'tgandan keyin yanvar oyida yana Markaziy bankda stajirovkani qildik. Keyin qaradim, ular aytishyapti, agar magistraturaga ketadigan bo'lsanglar, hozir bizni tark etinglar deyishdi. Undan keyin men o'sha paytda tark etganman. Keyin o'zingiz bilasiz, stajirovkani vazirliklarda qildik. Keyin men eksport bo'limida ishladim Artel kompaniyasida va shu paytda ko'rdimki, agar o'qishni bitirganimdan keyin hayot shu tarzda davom etadigan bo'lsa, men juda ham qiynalib qolar ekanman va shuning uchun menga yaxshigina tanlov, yo'l, imkoniyat paydo bo'lyapti. Magistraturaga shu payt hujjatlarimni boshqatdan yana taxlaganman va o'sha paytda agentstvaga topshirganman. Ya'ni men o'qishga topshirishga bo'ladigan jarayonlarni hammasini qilib bo'lgan. Menda sertifikatlar bor, tavsiyanomalar bor, motivatsion xatlar bor. Sababi men ikkinchi kursligimda уже grantlarga topshirishni boshlab borganman. Ya'ni xalqaro TOEFLdagi stipendiyalarga juda ham ko'p yiqilganman, отказ bo'lgan. Oxirgi intervyuga kelganda ko'p yiqilganman. Yiqilsam ham o'sha paytda o'zimni ular bilan ishtirok etganim uchun menda hujjatlarim tayyor bo'lgan, o'zim uchun bazani yetarli qilib olganman. O'shaning uchun ham 4-kursga kelib bitirayotgan paytimizda hujjatlarimizni topshirish uchun menda yetarlicha ma'lumot bo'lganligi uchun men shunchaki ishlab yurgan paytim bitta agentsiyani topganman, aynan Germaniya bilan shug'ullanadigan. Shu payt hujjatlarimni berganman va to'lovini qilganman, ular topshirib berdi. Lekin men bir narsadan ko'proq o'ylayman. Shu paytda o'zimga kerak bo'lgan pulni agentstvaga berib yuborganman. Aslida o'zim ham qiynalganman, sababi 4-kurs, diplom ishlari, bayramlar bo'ladi, bolalar bilan aylanish kerak bo'ladi, yaxshi xotiralar, rasmlarga tushish kerak, vinetkalarga pul, kiyimlarga pul. O'zimga pul kerak bo'lgan. Undan tashqari magistraturaga ketadigan bo'lsam, unga yana biletiga pul, kiyim-kechagiga pul. Lekin afsuslanmayman, sababi men o'zim topshirib kira olardim, lekin qiynalib. Lekin ular biladi, chumchuq so'ysan, qassob so'ysan, ular ba'zilarini shunday qilib agentstvaga berdim, hujjatlarimni berdim. Ular mana joyida jiddiy xato ketibdi, to'g'rilab berishdi. Bunisi bo'lmaydi, bunisi shablonga tushadi deyishdi. Shu bilan Germaniyaga topshirdim va natijalar o'z-o'zidan kelyapti. Shu paytda menga eng katta yordam bergan narsa Westminsterda bitirgan tanish akalar bilan gaplashganim, ular menga baholaringni jo'nat deyishdi. Baholarimni jo'natdim. Ular menga aytdiki, "Sen dedi moliyaga topshirmagin, ya'ni finance-ga topshirmagin, sababi seni diploming o'tmaydi. Kreditlaring kam" dedi. Men shu paytda biroz jahlim chiqdi, sababi ular bizni diplomni o'tmaydi deyapti. Men qanaqasiga deyapman? Men iqtisodni bitirdim-ku, iqtisodiy va menejmentni bitirdim-ku, o'tadi baribir deb o'yladim. Ular qayta aytayapti, "Yo'q, seniki moliyaga o'tmaydi, kredit kam." Shunday qilib Germaniyadagi universitetlariga moliya va iqtisodiyot yo'nalishiga topshirdim. Moliyalardan отказ keldi, sababi ular aytayapti ochiqdan ochiq, "Seni krediting yetmaydi." Iqtisodga topshirganlarim hammasi qabul qildi. Shunday qilib, ularni universitetlar ichidan hududi, talabalarga ajratilayotgan sharoiti, aholi soni, tinchligini qarab, aynan shu shaharni tanlab kelganman. Shu darajada, shu tarzda o'sha o'qishlarga topshirganman. Ya'ni avvaldan tayyor bo'lganman hujjatlarim. Unaqa qiynalmaganman. Ya'ni bu yerdan olish kerak bo'lgan key pointlarni kimdirga o'zingiz uchun notiq bo'lsangiz bo'ladi. Agar ko'rayotgan odamni, ya'ni networkni qayta takrorladi. Avazbek, network haqiqatda kuch. Nafaqat universitetga topshirayotganda, hayotda ish topishingizda ham, boshqasida ham hammasida networking, ya'ni tanish bilish to'g'ri ma'noda, o'z ma'nosida yaxshigina sizga yordam beradi, sizdan ham yordam tegib turadi.
Ikkinchi narsa bu Avazbek o'sha avvaldan ko'p tayyorgarlik ko'rganlari, ya'ni hech qachon universitetga man o'zim ham topshirib ko'rganman. Doim pand degan joyim o'sha oxirgi qolgan 2 oyda topshirganim bo'lgan. U 2 oyda yoki 3 oyda topshirib hech qayerda hech narsaga erishish qiyin, judayam qiyin. U 99.9% etkasi olasiz degani. Shuning uchun sizda haqiqatdan eng kami 8 oy o'zingizga olsangiz bo'ladi, eng kami. Mani o'zimni ham tajribalarim bor. O'shani hisobga olib topshirsangiz yaxshi bo'ladi. Endi G'azbek, mana boshidan yoshligimdan Germaniya haqida o'ylaganman degansiz. Demak, o'zingizda qandaydir kutilmalaringiz bo'lgan. Endi borib yashadingiz. Boshidagi 1 oydagi o'zingiz nimalarni his qildingiz va aytaylik, hozir qanaqa o'sha kutilgan narsalaringiz ortig'i bilan chiqdimi yo qaysidir tomonlari sizga yoqmadimi? Shular haqida ham gapirib bersangiz, ya'ni siz aytib berishingiz tomonidan kimdir o'sha Germaniyaga misol uchun nima deydi, qadriyatlari to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimgadir haqiqatan mana shu tomoni menga to'g'ri kelmasa man borolmayman bu shaharga deyishi mumkin. Yoki o'sha sayohatchi ko'p qilsa bo'ladi, Yevropa bo'ylab unga yoqib va uni tanlashi mumkin-da. Shu haqida ham gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Aha. Demak, o'qishga kelishdan oldin o'qishga kirdim. Deyarli o'zi viza jarayonlari, vizani kutish paytida turibmiz. Ishda ham, ishxonada ham yoki qarindoshlar ham aytadi, Germaniyani kuchli mamlakat sifatida hammalari biladi, ammo uni bilim jihatidan ham emas, odob jihatiga meni viloyatim, ota-onam, qarindoshlarim juda ham katta urg'u berishadi. Muzaffar, o'zingiz juda yaxshi bilasiz, bizda Namanganda, aynan vodiyda bilimdan ham ko'proq farzand odobli, tarbiyali va hamma bilan xushmuomalaligiga katta urg'u berishadi biz yoshligimizdan. Ya'ni birinchi o'rinda insonning hayotida bilim emas, odob katta rol o'ynashligini, farosat rol o'ynashligini aytishgan. Ya'ni nega bunaqa deyapman? Germaniya bu jihatidan, ya'ni jinoyatchilik jihatidan umuman olganda yangicha bir o'zicha millatni yaratayotgan, deylik LGBT harakatlarini olib borayotgan bir mamlakatni bir yuragida, aynan masalan Berlin LGBTning yuragi sifatida qaraladi. Va shu mamlakatlardan, ya'ni qarindoshlarimiz aytishni boshlagan, hammamiz oilamizda bor shunaqa qarindoshlar. Shunaqa yurtga ketyapsan sen, odobing buziladi. Undan tashqari ishxonalarda ham bor. LGBTning yurtiga ketyapsan-da endi. Unaqa narsalarga qo'shilib ketmagin deb aytishadi. Men kutilmalarim, men ham o'zim shunaqa kutganman. Hozir borishim bilan erkak bilan erkak yurganimni ko'rsam kerak deb o'ylagan narsam unaqa bo'lmagan. Sababi men vizam chiqdi, samolyotga o'tirdim, keldim Frankfurtga. Frankfurtda bizni shu universitetimizdan bitirgan, avvalgi yilda bitirgan tanishimiz kutib oldi va birgalikda poyezdda keldik o'zimizning shaharchamizga. Boshida 1 oy qanday o'tganini bilaman, men qidirgan narsalarni topa olmaganman va shundan juda ham xursand bo'lganman. Sababi jihatdan arxitekturalarga qiziqqanim sababli aynan men kutgan natijani 100% dan ko'ra 150% ga bajargan bu mamlakat. Bir yangicha texnologiyalarni o'zim ko'rmagan. Sababi Germaniyada shunaqangi binolar bor, usti arxitektura jihatidan ichi ham eski bo'lsa kerak deb o'ylaysiz, lekin kirganingiz bilan o'zingizga minimalizm, barcha shart-sharoitlar kerak bo'ladigan bir joyni topasiz. Shu tariqa boshlangan. Demak, Germaniyaga keldim, yotoqxonaga joylashdim. Yotoqxona emas. Bitta narsani yaxshilab urg'u qilib aytib ketaman. Qaysi mamlakatga borishingizdan oldin o'sha joylashgan universitetingizda sizni yotoqxona bilan ta'minlash qay darajada yuqori, shuni ko'rib kelinglar. Bo'lmasam juda ham qiynalasizlar. Men universitetga o'qishga kirdim. Men o'qishim boshlanishidan oldin 4 oy oldin yotoqxonaga zaявление berdim, ya'ni ro'yxatdan o'tib qo'ydim, lekin menga yotoqxona tegmadi va Germaniyaga kelishimdan 1 hafta oldin bitta o'zbek akaga yozdim, menga shunaqa yotoqxona kerak dedim. Ular yotoqxona topib berdilar, faqatgina u nemisning uyida, nemis amaki bilan keyin birgalikda 15 kun yashaganmiz. Tasavvur qiling, bitta xonada nemis amaki bilan 15 kun yashaysiz. U har kuni ishdan keladi-da, ichadi pivo. Men o'zim aytganimdek, 5 mahal ibodatda yurgan, faqatgina o'qigan, bunaqa holatda katta bo'lmagan inson bitta uyda ham talaba, ham boshqa 70 dan oshgan nemis keladi-da, ichadi-da,
ha deb uxlaydida. Endi bu ichingizdan qanaqa hissiyot o'tishini biling. Shunaqa bo'ldi. 15 kun turganman va boshida 3 kunligini juda qattiq eslayman. Shunaqa holat bo'lgan. Keldim, chemadonlarimni qo'ydim va xonamga kirdim. Nemis amaki meni mashinasida olib keldi. Kirdik, xonamga o'tirdik. Men divanda boshimni ushlab o'tiribman. Har xil hayot bo'lyapti. Nega bu mamlakatni tanladim o'zi? Kutganim shumidi yoki bilet olib O'zbekistonga qaytaymikin degan xayollar bo'lar ekan. Bu xohlaydimi, xohlamaydimi, inson bir haftaning ichida shunaqa kechimni o'tadi. Ya'ni oila sog'inchi ham emas, boshqacha narsa bu, boshqacha hissiyot, boshqacha culture, ya'ni culture shock degan narsa haqiqatan ozgina bo'lsa ham bo'ladi. U xoh bakalavr bitirgan bo'lsin, xoh bakalavr bitirmasdan birinchi marta kelgan bo'lsin, u har qanday insonni o'zidan bo'ladi. Chunki boshqa millat vakillari tilini tushunmaysiz, ularni madaniyatini tushunmaysiz, mentaliteti umuman boshqacha. Shu tariqa divanimni ushlab o'tirganimda, boshimni ushlab o'tirganimda shu payt nemis amaki kelyapti-da, qo'limdan ushlayapti. Hoy deyapti. Men eshitmayapman. Hoy deyapti. Labba aytsam, aytayapti, nemis tilida gapiryapti. Shampuning bormi deyapti-da. Shampun bunga nima kerak ekan deyapman. Keyin aytadi, shampuning bormi dedi. Ham bor. Sochig'ing bormi dedi. Jim qarab turibman-da. Agar deyapti, sochig'ing bo'lmasa men beraman deyapti. Nima maqsadda aytayapti ekan deb bilmadim. Keyin aytdiki, bor deyapti, yuvinib chiq deyapti. Nega desam, sandan qo'rqyapman deyapti u. Sandan qo'rqyapman. Sen yuvinib chiqib uxla deyapti. Shu tariqa sochiqlarimni oldim, shampunni oldim. Yuvinib chiqqanimdan keyin divanimga o'tirganimdan keyin aytadi, "Yaxshimisan ancha?" dedi. "Ha, yaxshiman" dedi. Shu bilan u menga choy damlab berdi, shifobaxsh o'zimni choyim bor dedi. Choyni damlab berdi, bir ichib tupurib tashladim. Ularda Germaniyada ko'proq anaqa o'simliklardan o'sadigan damlamali choylarni juda yaxshi ko'rishadi. Endi ba'zilariga lekin men yashagan inson juda ham yaxshi ko'rar ekan. Ustida nimadirlarni suzib yuribdi, ichib ko'rdim. Shu bilan tupurib tashlab, joyimga yotib uxlaganman. Boshidagi 3 kunim shu tariqa o'tgan. Ya'ni agar menga qilgan xarajatlarim, vaqtim, umuman olganda stresslarimni va pulimni qaytarib, biletimni olib bersa, men ketadigan holatda 3 kun o'ylaganman. 3 kun men har kuni bilet qarardim O'zbekistonga. Undan keyin 3-kuni menga qarindoshlarim bilan gaplashgan paytim, keyin to'xta dedim. Men bakalavr bitirib keldim dedim. Yaxshi joyda o'qidim dedim. Agar men hozir shunaqa qiynaladigan bo'lsam, men qolganlarga namuna bo'lib qolaman. Sen xuddiki Toshkentda yurganda o'zingni his qilgin. Namangan uying bo'lsin, Toshkentda o'qiding. Kel dedim, Germaniyani Toshkent sifatida ko'ramiz dedim. Va Toshkentdan yaxshiroq yurt sifatida ko'ramiz dedim. Shu bilan 4-kunlar shuna o'zimni qo'ydim, shu bilan hamma narsa yoqishni boshladi. Ya'ni miyamdagi stresslar hammasi ketdi. Tashqariga chiqdim, aylandim, sayohat qildim. Shu tariqa birdaniga ochilib ketdi. Ya'ni kimdadir bu jarayon 2 oy davom etishi mumkin, kimdadir 1 oy, kimdadir hatto 1 soat ichida o'tib ketishi mumkin. Lekin shu vaziyat menda 3 kun olgan. Shunaqa bir stress holatiga tushib qolganman. Hatto 3 kun faqatgina suv ichganman, to'g'risi. Ozib ketganman. Keyin 3 kundan keyin aylanib, do'konlarni ajratib, bir halol do'konlar qidirib, kiyimlarni ko'rib, shu tariqa shaharga moslashib, keyin ochilib ketgan. Ya'ni avvaldan bilinglarki, sizlar kutgan narsa bo'lmay qolishi mumkin yoki kutganinglardan zo'r bo'lishi mumkin, lekin nimadir narsa baribir sizlarni stress holatiga soladi. Shu tariqa shu stressdan chiqib ketdim va shu bilan o'zimni qo'yib olib maza qilib yurib. Ya'ni boshida qiynalgan 3 kun bo'ldi xolos. Unaqa shu bilan qiynalmadim. Undan keyin o'sha sayohat qilishni boshladim. Hujjatlarimni tayyorladim. Emaillar orqali keladigan hujjatlarni o'rgandim. Shu bilan shaharni ko'rdim va moslashib ketdim. Avazbek o'zi universitet paytida men boshida ham aytganim interaktiv, ya'ni aktiv, ya'ni introvert emas, ekstrovert jihati bor bola bo'lgan. Agar sizda shunaqa bo'lgan bo'lsa, agar kimdirlar bor, hali ham burchakda introvert o'zini his qilib yashaydigan odamlar bor, bunaqa odamlarga sal o'zingni tayyorlab borishinglarni maslahat berar ekan-sizda. Chunki ulardan ko'p cho'zilib ketishi mumkin bu vaziyat. Ya'ni o'zingiz psixologik yaxshi tiklayapsiz. Bu jarayondan chiqib ketish kerak. Shunaqa holat kuzatildi.
o'zimizni kursdoshni, ya'ni tashqariga chiqmagan, yaxshi ovqatlar yemagan, go'shtli ovqatlar yemagan, bo'lmasam birga kelganmiz, bitta samolyotda kelganmiz. Men o'zimni aybim, men hol-ahvol so'ramaganman. Shunga juda ham ba'zan siqilaman. Shunaqa holat bo'lganki, uyga skoriy pomosh 2 marta chaqirgan. Ya'ni davleniyasi tushib ketgan, yaxshi ovqatlanmaganidan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, kimdadir shu vaziyat qisqa muddat ichida chiqsa chiqib ketdi, bo'lmasam u qaytadi. U 3 oy degandan keyin chiqib ketib, mana hozir endi yaxshi uyga borib kelgandan keyin yoki o'zimizda shunaqa holat, kursdoshimiz keldi. Shunday samolyotdan keldi, vokzalda kutib turibman, vokzalga keldida, qayerlarga men kelib qoldim-ku deyapti. Nega menga aytmagansiz Avazbek deyapti. Men ketkim kelyapti deyapti-da. Keyin ertasiga ko'rishsak, yana ketkim kelyapti deyapti. Va ketma-ket 4 kun ko'rish, 4-kuni ham shunday deyapti-da. O'sha siz aytganingizdek introvertlik, ekstravertlik juda katta rol o'ynaydi. Siz chiqsangiz chiqishib ketdingiz, chiqish olmasangiz o'sha inson o'zini qobiga kirib qoladi-da. Shunaqa. Men juda ham bir insonni gapini eslayman. O'sha paytda ozarbayjonlik Ismoil degan bola bilan tanishganmiz. Ya'ni do'stim deydi, kardeshim deb. U bilan suhbatlashib o'tiribmiz, bir doner sotadigan, burger sotadigan joyda aytadiki, o'sha boshida 2-3 kun o'tiribmiz, aytadi, Avazbek dedi, qara dedi. Ikkalamiz ham bu yerga o'qishga kelganmiz deb. Bilaman deyapti, sen o'zingni viloyatingdan boshqa shaharda, poytaxtingda zo'r universitetda o'qigandirsan, biliming zo'rdir deyapti. Lekin deyapti, bir narsani unutma deyapti. Sen u mamlakatda, o'zingni mamlakatingda o'zing uchun komfort zonani yaratib olgansan. Ya'ni u komfort zona shu darajada ediki, sen faqatgina qanday bir muammo kelmasin, o'sha komfort zonang orqali yecharding deyapti. Endi deyapti, sen o'zingni mamlakatingda emas, unut deyapti. Ammo deyapti, sen endi bu mamlakatga kelding, o'zing uchun boshqatdan komfort zonangni buzgin va shu darajada zo'r komfort zona yaratginki, bundan keyingi ko'radigan yangilik senga yangilik emas, uni tezda bajarib, ya'ni u to'siqni bitta to'siq deydigan bo'lsak, uni tezda zabt o'tib ketadigan darajada bitta komfort zona yaratgin deganda, u miyam shunaqangi ajoyib zarba berdiki, o'sha kuni men komfort zonamni buzib, g'ishtdan boshlab chiroyli qilib 3 etajli qilib qurib qo'yganman. Shu tariqa shunaqa bo'lgan. O'zi boshida ham o'zi aytdingiz, mana esimdan ko'tarib, komfort zonadan chiqish xohlamadim mana. Niyatga yarasha komfort zonadan chiqib boshqa ancha narsani talab qilar ekan baribir komfort zona, chunki bir narsa bo'lishi kerak. Baribir Yevropaga kelgandan keyin siz narxlarga qarasangiz, so'mga nisbatan juda qimmat. Agar siz olayotgan narxingizni sirazu so'mga o'girib tashlaydigan bo'lsangiz, hamma narsa qimmatdek tuyuladi-da va siz pulingizni qizg'anasiz. Aslida u payt nima qilish kerak? O'sha mamlakatda eng o'rtacha ish haqini olish kerak va kuzatish kerak. Studentlar qancha topadi, qancha xarajat qiladi. Shu tariqani shuni bilib olsangiz, asta-asta yashash ancha yaxshilanib ketadi. Yaxshi. Shunaqa. Qiziq ma'lumotlar bo'ldi. Ancha hattan culture shockdan chiqish. Biz ayniqsa o'zbeklarning ichida yurib, culture shock nimaligini bilmaymiz ko'pincha. Yaxshi. Endi keling, universitet hayoti haqida gapiraylik. Diplomatiyada ham o'zi bizda boshqa, ya'ni milliy universitetlarga qaraganda ancha bosim bilan, pressure bilan o'qitishgan. U yerda ham qanaqadir skilllarni bari rivojlantirganmiz, ya'ni qanaqadir mahoratlarimiz bor. Ular qanchalik sizga yordam berdi? Qaysi tur narsalarga ko'proq e'tibor bergan bo'lardingiz? Hozir universitetingizda qanaqa o'zi o'qish hammaga eng qiziq bo'lgan joyi shuda. O'zi arziydimi? Haqiqatan misol tekin deb shunchaki misol ba'zi bir universitetlar bilamiz, buni hozir biznes qilib olishganda, ya'ni talabadan pulni olishadi, sertifikat berishadi, oxirida o'sha keldi ketdi-da. U yerda tekin bo'lsa, o'sha universitet sifati qanchalik zo'r o'qitishadi, sizni hayratga soladigan narsalar nima bo'ldi? Biz bilan solishtirganda baribir bilamiz, Germaniyaning ta'limi baland turadi. Hammani kutilmalari har xil degandek, shu haqida gapirib o'tsak. Endi shunaqa bo'ldi. Men o'zi o'qish davrini aytib beraman. O'qish davri Germaniyada
oktyabr oyidan, ya'ni 1-oktyabrdan 31-martgacha bitta semestr, ikkinchi semestri 1-apreldan 31-sentyabrgacha deyiladi. Asosiy o'qish davri 14-oktyabrdan boshlab 20-fevralgacha hamma imtihonlar bilan tugab ketadi. Va ikkinchi semestr aynan yaqinda boshlanadi, xudo xolasa. Bizga 23-apreldan boshlanib, avgustni 15-larigacha imtihon va o'qish darslari tugaydi. Ya'ni har bitta semestr orasidagi dam olish 2 oy bo'ladi. 2 oyga yetmagan, 2 oy sifatida qarasa bo'ladi. Shu tariqa boshlanadi. Demak, birinchi, ikkinchi hafta tanishtiruv darslari bo'ladi. O'zimizni mahalliy universitetlar kabi ustozlar tomonidan tanishtiruv darslari bo'ladi. Kirib bonuslar haqida, dars tizimlari qanday olib borishlik haqida yoki qandaydir eksperimentlar, tutorial qanday boradi, workshoplar qanday boradi, hammasini tushuntiradi, talabalar bilan tanishadi. Masalan, kimdir birinchi semestrda o'qiyotgan bo'lishi mumkin, kimnidir bu boshlagan semestri 5-chi, 4-chi, 3-chi semestr bo'lishi mumkin. Shularni so'rab oladi, qo'linglarni ko'taringlar deb. Ya'ni semestrda birinchi semestr boshlayotganlar, freshmanlar qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, ustozni talabalarga o'tadigan dars skillari boshqacharoq bo'ladi. Agar hamma avval o'qiganlar ikkinchi marta yiqilgani uchun o'qiyotganlar bo'ladigan bo'lsa, ularga skillari boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni tezroq bo'ladi degan ma'noda aytyapman. Bizni diplomatiyani faqat diplomatiyada o'qiganimiz uchun diplomatiyaga solishtiraman, juda ham ko'p. Universitetimiz bilan deyarli bir xil desak bo'ladi endi ta'lim darslarini, ammo tushuntirishlari juda ham top. Chunki sizdan leksiya paytida savolingiz bormi deb qayta bular so'raydi va savol so'rasangiz hech qachon erinmaydi, qayta tushuntirib beraveradi. Ya'ni agar nemis tilida, agar ingliz tilida tushuna olmasangiz, nemis tilida tushuntirib beradi. Agar ingliz tilida ham tushunishga qiynalayotgan bo'lsangiz, osonroq qilib tilda tushuntirib beradi. Shu darajada siz ularda haqqingiz borki, o'sha darsni tushunib chiqib ketishingiz kerak. Va agar leksiyada tushunmasangiz, bizda diplomatiyada seminar degan narsa bor. Faqatgina Germaniyada seminar bu boshqa narsa. Seminar bu kurs ishi deyiladi. Bu yerdagi seminarni tutorial deydi. O'sha tutoriallarga kirganda leksiya qanday bo'lsa, o'shani 100% darajada eksperimentlar bilan, misollar orqali tushuntirib beriladi va ko'p talabalar shunday qiladiki, faqat leksiyaga kirmaydi-da, faqat tutorialga kiradi. Chunki deyarli 50% imtihonga tushadigan savollar tutorialda, ya'ni seminar paytida o'tilgan bo'ladi. Shuning uchun leksiyada 10 ta talaba o'tirishiga qaramasdan tutorial 70 ta 80 kerak bo'lsa, xona to'lib ketadi. Ya'ni bu yerda leksiyaga talabalar uncha urg'u bermaydi, tutorialga urg'u beradi. Ya'ni seminar ustozni obro'si juda yuqori bu yerda desak bo'ladi. Sababi imtihondan o'tish kerak bo'lgani uchun hammaga tutorialga kirishadi. Lekin shunaqa fanlar bor, qiziqarli fanlar. Uni leksiyasiga ham ko'p odam kiradi, tutorialga ham kiradi. Faqatgina bu yerda mahorat fanning qiziqarliligi va ustozni talabalarni qiziqtira bilishi. Masalan, menda o'zimda shunday bo'ldi. Behavioral economics degan fan tanladim. Birinchi, ikkinchi darsga kiryapman. U fanni juda ham oson deb o'yladim men. Chunki ustoz shu darajada zo'r qilib tushuntirib beryaptiki, bilmadim, agar tilni zo'r bilsa, maktab o'quvchisi zo'r tushunadi-da u fanni. Keyin shunaqa bo'ldiki, qarasam u fanga qiziqtirib olish uchun shu darajada oson ketgan ekan. Yo'q, keyingi darslari ham oson bo'ldi, lekin o'sha hisoblanishlar qo'shilgandan keyin ancha qiyin. Shunaqangi holat bo'ladiki, ozgina chapga yoki o'ngga qaraydigan bo'lsangiz, fanni bog'liqligida ozgina qolib ketadigan bo'lsangiz, bo'ldi. Parcha bo'lib ketasiz. Ya'ni yetib kelgan joyingiz shu bo'ladi. Shu bilan bum. Fanni boshqatdan o'qish kerak bo'ladi, o'sha joyini to'ldirib ketish uchun. Yana bir narsa, bularda dars payti yozib olmasangiz, dars paytida yozilgan narsalarni bermaydi. Shunaqa ustozlar bo'ladi. Ba'zi ustozlar bor, seminar paytida yozib olasizda, yana yuklab beradi. O'shaning uchun ham ko'proq darslarga qatnashish kerak. To'g'ri, bu yerda darsga qatnashish o'ta ham muhim emas. Darsga kelmasdan turib imtihondan o'tib qo'ysangiz bo'ldi. Ammo darsga keladigan bo'lsangiz, bular shunaqangi triklarni o'rgatadi. Aynan imtihonda o'sha narsa tushadi-da. Shunaqa. Men eng yoqqan narsasi sizga
darsda nimani so'rasa, imtihonda shuni beradi. Undan ko'p emas, undan kam emas. Men eng o'rgana olmagan narsam imtihonlarni 60 daqiqada yozib chiqish, chunki savol ko'p bo'ladi. Aniq konkret javob qiziqtiradi bilan oldi qochdi gaplar emas yoki varog'ni to'ldirish emas. Aniq konkret bitta so'z yoz, 10 dan 10 ballni ol. Menda shunaqa bo'ldi. Yaqinda imtihonlardan javoblarini ko'rib chiqdik. Ya'ni uzoq ko'p yozganlarim muhim emas. O'sha o'rtasida asosiy joyga kelgan mundoq qildida chizganda menga shu kerak xolos edi. Nega ko'p yozgansan deb kommentariy yozib qo'ygan. Shu bilan o'sha beradigan ballini bergan. Ya'ni o'sha aniq fakt bilan masalan deydi, mayli formula keltir deydi, support sentence ber deydi. Ya'ni formulani isbotlab ber degan ma'no. Lekin u isbotlash uchun asar yozish shart emas-da. Ikkita gap yoki bitta gap orqali shu formula shuni anglatadi degan ma'noda shuni yozib qo'ysa, ular shu 10 ballmi yoki 8 ballmi o'shani beradi, talabga chiqadi. Endi dars paytlari oladigan bo'lsak, masalan, diplomatiyada ekonometrika fanini o'rgatgan. Ekonometrika fanini shu yerda tanladim. Ekonometrika bir xil, faqatgina bu yerdagi ekonometrika faqatgina qog'ozda ishlanadi. Bizda kompyuterda ishlanardi. Avval tutorial bo'lib, leksiya sifatida o'tib berilardi va uni kompyuterda qilardik. Modellar qilib, prognozlar qilib. Endi bu yerdagi ekonometrikani oladigan bo'lsak, hammasi qog'ozda bo'ladi. Fanda kalkulyatorda qanday hisoblayotganingizni, qanday ta'sir qilayotganini, F-test, T-test oladi, R-square degan narsalari bor. Shularni qanday vujudga kelayotganlarini o'rganadi. Ya'ni bu jihatlari bir xil. Faqatgina bu yerda ma'lum bir cheklangan bo'lsak, diplomatiyada bu yerda uzoq bo'ldi. Bitta boshlanib ketdi. Ekonometrika 1 bor, 2 bor, 3 bor. Undan tashqari xalqaro iqtisodiyot fanidan biz o'zimiz o'tganmiz. Xalqaro iqtisodiyotda ikkita qo'shni mamlakatdan bittasidan bug'doy berilsa, ikkinchi mamlakatdan o'shani ishlab chiqarilgan unini qanday savdo aloqalar o'rnatilishi, pullar qanday kelishiladi yoki mehnat harakatini o'tganmiz, kapital harakatini o'tganmiz. Shunaqa fanni o'tganmiz diplomatiyada. Bu yerda shunaqa fan bor. Xalqaro savdo deydi, international trade. Shu fanda biz diplomatiyada bir semestr o'tganimizda ikkita mavzuda o'tib ketganda bular to'g'risi menga alam qiladi. Chunki biz bu fandagi ikkita mavzuni bitta semestr qilib o'tganmiz. Bularda ikkita mavzu bergan, mavzuni o'qiyman desangiz, bo'ldi. Kitob kerak bor-ku, o'sha 600-700 betli bitta mavzuga shuni tiqib olgan. Haligi let's sum up deb ketadi. Kelinglar xulosa qilamiz deydi-da, shuni. Yoki makro iqtisodiyotda o'tdik, advanced makro iqtisodiyot. Sizlar buni bakalavrda o'tgansizlar deydi-da, bo'ldi. O'sha sizlar buni bakalavrda o'tgansizlar degan so'zi bilan bitta kitobni tashlab ketdi. Bu yog'ingni o'qisangiz, ustozga yetib olsangiz, yetib oldingiz, bo'lmasam tirs qoldingiz degani. Demak, agar bakalavri kuchli o'qimagan odam yaxshi o'zi self study bilan borish kerak. Va ko'p narsani o'rganish, skill bilan borish kerak endi. Bu narsa ham yaxshi, qolganligi tayyorgarlik bo'ladi. Hozir siz iqtisodiyot aytdingiz, finansda ketmoqchi edim, finansda yo'nalishni aytgansiz. Ishdagi iqtisodda men iqtisodiyotga kirdim, iqtisodiyotda davom etyapman dedingiz. Endi aynan hozir baribir o'zingiz men bilaman, siz o'sha bakalavr paytda ham o'zini bitirgandan keyin nima bo'lish haqida qiziqadigan bola edingiz. Ya'ni u yerdan baribir qiziqqansiz, o'zingizdan kattalar bilan kimlardir bilan gaplashgansiz. Ya'ni o'sha joyda qolib ishlash uchun iqtisodiyot yo'nalishida qanaqa u nima yo'nalishlarda imminni ketish mumkin, qayerga borib ishlash mumkin, tajriba olish uchun misol universitetlar bilan bog'langanmi, hamma narsa yaxshi yoki o'zingiz qidirishingiz kerakmi, uni oldindan borib CV tarqatish kerakmi hamma joyga? Shu haqida ham fikr bersangiz, agar o'rgangan bo'lsangiz. Demak, universitetda deyarli o'sha noyabr oylarida va may oylarida, aprel oyining oxirlarida workshoplar bo'ladi. Deyarli 80 dan ortiq Germaniyadagi top kompaniyalar keladi, workshoplar o'tkazadi. Agar nemis tilingiz udar bo'lsa, baholaringiz yaxshi, fanni o'zlashtirishlaringiz, faqatgina diplom emas,
skilllaringiz, ijtimoiy faolligingizni o'sha CV orqali ko'rsatib bera olsangiz bo'ldi. Ular sizni intervyuga chaqiradi, intervyudan keyin o'zini boshlig'i bilan suhbat qiladi yoki test qilishi mumkin, shu tariqa ishga oladi. Faqatgina aynan nemis tilini biladigan bo'lsangiz, ishga kirishingiz ko'proq imkoniyat beradi, sababi siz Germaniyada aynan nemis tili bilan gaplashadigan, suhbatlashadiganlar bilan siz raqobatchi bo'lasiz. Shunda sizni nemis tilini bilishingiz bonus emas, balkim u insonlar bilan raqobatga ko'tarilganingizni bitta belgilaydi. Va ingliz tilini bilaman deydigan bo'lsangiz, startga kelgan bo'lasiz ular bilan. Shunday. Boshlang'ich nuqtaga kelgan bo'lasiz. Lekin men ingliz tilini ham bilaman desangiz, shunaqa bo'ladi. U nemis bolalar o'sha maktab paytidan ingliz tilini bilgani uchun u kerak bo'lsa ingliz tili ba'zan siznikidan kuchli bo'lishi mumkin. Lekin boshqa til yana bilaman deydigan bo'lsangiz, bu siz Yevropa mamlakatiga keldingiz, bu yerda 2 ta yoki 3 ta til bilish bilan siz wow emasda, kimdir 5 ta til biladi, kimdir 6 ta til biladi. Masalan, deylik arab bo'ladigan bo'lsa, arab tilini biladi, ingliz tilini bilishi mumkin, nemis tilini bilishi mumkin. Kerak bo'lsa yana birorta boshqa tilni qo'shib olgan bo'lishi mumkin. O'sha uni skilllar yuqori olib ketadi. Lekin ingliz tili bilan ham ishlasa bo'ladi. Ingliz tilida xizmat ko'rsatish kompaniyalari bor yoki aynan bitta nemis tili bilan gaplashadigan kompaniyada ingliz tilida gaplashadigan bo'lma bo'lishi mumkin. O'shunaqa komandasiga siz kerak bo'lishingiz mumkin. Shu orqali topshirib, o'sha intervyularni o'tadigan bo'lsangiz, ishlasangiz bo'ladi va eng katta plusi Germaniyada qora ishchi bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz kam daromad topasiz, lekin aynan Germaniyada o'qib turib, o'qishingizni bitirganingizdan keyin ishga joylashadigan bo'lsangiz, bu siz daromadingiz o'ta ham yuqori bo'ladi, sababi Germaniyaga ko'proq qora ishchilarga talab katta. Shunaqa. Lekin siz Germaniyada kompaniyali yaxshi daromad ishga kiradigan bo'lsangiz, bo'ldi, siz o'sha bu yerdagi aholi bilan raqobatga kirganingiz uchun oyligingiz ancha yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Ammo bitta minus tarafi soliq ko'p to'laysiz. Ba'zan shunaqa bo'ladi, ular yillik daromadiga qarashadi. Masalan, yiliga 12,000 yevrodan oshsa shunaqa soliq yoki 50,000 yevrodan oshsa shunaqa soliq. Ular soliq 55% gacha. Tasavvur qiling, siz yillik 100,000 yevro topadigan bo'lsangiz, 50% ni soliq sifatida beryapsiz. Hech kim xohlamaydi. Shu tarafi minus. Endi men shunaqa holat bo'ldi. Noyabrda biz workshopga bordik va ular kompaniyalardan so'radik. Big Four kompaniyalariga bordik, o'sha PwC, Deloitte kompaniyalari, KPMG hammasi bor. Unaqa kompaniyalarda ishlayman desangiz, aynan biz iqtisodiyot yoki moliya sohasida ishlayman desangiz, siz uchun eng zo'r shahar bu Frankfurt. Chunki Frankfurt o'sha Germaniyada iqtisodiyot va moliya sohasini yuragi. Yevropani hatto markazi deyishadi Frankfurtni. U yerga boradigan bo'lsangiz, o'sha yuqori binolar, xuddi Wolf of Wall Street'da binolari kabi o'sha skyscraperlar bor, baland binolar bor, ishlab o'zingizga yoqadigan sohalaringizni topishingiz mumkin. Aynan bizning sohamizda shunaqa. Endi men qiziqqanimning sababi nega moliya sohasiga qiziqaman? Chunki kompaniya har bir boshlangan startap uchun, biznes uchun uni moliyaviy plani kerak bo'ladi, qancha xarajat qiladi. Ya'ni o'sha boshlang'ich nuqtadan to oxirgi nuqtaga moliya doimo kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham o'sha moliyani biladigan moliyaviy analitiklarga yoki shu sohada yurganlar uchun talab kattaligi uchun talab katta bo'ladigan kasb topsangiz, uni yo'qotib qo'yish oson bo'lmaydi. Shunaqa, o'shaning uchun ham o'zim qiziqib moliyaviy analitik bo'lmoqchiman va keyin kelajakda shu kasbga qiziqqanim uchun nima sohalar o'qishim kerak, shularga qarab yuraman. Bundan tashqari men iqtisodiyotga topshirdim degani bu sohani vakili sifatida bo'la olmayman degani emas. Balki bularda ham shunaqa bor. Siz iqtisodiyot bilan moliya sohalari yonma-yon bo'lgani uchun siz diplomingizni topshirgan paytingiz ular ham sizni skilllaringizga qaraydi, qobiliyatlaringizga, nimalarni bilishingizga, kompyuter bilan qanday kelisha olasiz, ya'ni kelisha olasiz degani uni qanday tushunasiz, qanday bila olasiz. Qo'shimcha levellaringiz bor, balki CFA bordir, SCCA bordir yoki SAP ni bilarsiz. Germaniyada shunaqaki, SAP bilan Python, SQL larni ko'proq biladigan bo'lsangiz, accounting, iqtisodiyot, moliya sohalarida ish topishingiz yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni o'sha keladiganlarga aytaman, ko'proq o'sha qaysi mamlakatga kelsanglar ham
o'sha o'zini gaplashadigan tilini bilsanglar, u sizlarning yutug'inglar. Chunki hozir hammamizda baribir bo'ladigan narsa bu o'sha nemis tilini o'rganish kerak bo'ladi. Lekin nemis tilini bilmasdan ingliz tili bilan keladigan bo'lsa, nimada qiynalishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, bu albatta ish topishda qiynaladi. Ya'ni o'zini kundalik xarajatlariga pul topolmagandan keyin inson o'qigisi kelmay qoladi. Bu o'qigisi kelmasligi uchun bitta stress bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni sizni o'ylaydigan barcha kamchiliklarni siz bartaraf etsangiz, keyingina o'qishingiz yaxshi bo'ladi. Yuqorida bir narsa aytib ketdingiz-ku, hozir u narsa misol SNP, SQL hammasi yoki Python yoki Power BI bor. Bularning hammasi big data bilan ishlaydi. Ya'ni bu nafaqat Germaniyada, misol uchun men O'zbekiston tajribasida ishlayotgan odam sifatida ham aytaman, bizda ham bugungi kunda datalar juda ham kattalashib ketyapti. Borgan sari men boshqa kursdoshlarimiz bilan gaplashganimizda ham katta data bilan ishlayapman, kompyuterim qiynalyapti. Ya'ni siz unga yechim berishingiz u har doim va vaqtdan yutib beradi. Bu kompaniyalar uchun qisqa muddatda uni analiz qilib, yechim berib, chiroyli holatga keltirishingiz sizga bu hozirgi kunda must have narsa, ya'ni zarur narsa. Buni faqat Germaniyaga borganda emas, agar siz o'rganib qo'yavering demoqchiman, ya'ni O'zbekistonda qolsangiz ham bu sizga foyda beradi. Ya'ni hech qachon kam bo'lmaysiz. Qo'shimcha ustunlik olib kelsangiz olib kelasizki o'zingizga, lekin kam bo'lmaysiz. Bu yaxshi jihat bo'ldi. Endi baribir ko'pchilik kutib o'tiradi-da, baribir o'zbeklarda baribir bilasiz, oilaviy sharoit ming yaxshi bo'lgani bilan o'rtacha olganda biz O'zbekiston baribir kambag'al davlatmiz-da. Chunki o'sha yaymani ko'rasiz, kishi boshiga tushadi, 2,5 ming atrofida tushadi. Shuning uchun baribir kambag'alligimiz bor. Ko'pchilik studentlarning miyasida turadigan narsa, men borib o'zim cover qilaman. Ota-onamga yordam bera olaymanmi degan savol turadi-da. Chunki mana siz pulingiz ko'p bo'lsa ham, ya'ni o'rtacha, ya'ni o'zbeklar ichida o'rtachadan ham sal balandroq bo'lsangiz ham, baribir sizda ham shu fikr turadi, ota-onamga og'irligim tushmasin mani. Ya'ni ota-onam bizda naborot nima deydi, shu paytda bizdan rohat oladigan paytda ham biz ulardan qilish baribir bir tomonda tortib turadi-da. Ana shuni hisobga olgan holda ko'pchilik baribir ishlash qanaqa, misol uchun o'qishdan tashqari ishlasangiz bo'ladimi, ish topish qanaqa bo'ladi, o'zingiz kunlik xarajatlaringizni aniq qila olasizmi, qopla olasizmi, nima sizga yordam beradi? Endi men ochiqdan ochiq hisoblab aytib bera olaman. Avvalo bir narsani unutib qo'ymasliklarini xohlayman. Men aytganimdek, agar O'zbekistondan boshqa joyga chiqmagan, birinchi marta chiqayotgan bo'lsa, sizlar avval tayyor turinglar. Bitta boshqa tilda gaplashuvchilarni mamlakatda o'sha vaziyatiga ko'nikib olishga, shahar qanday tuzilgan, o'shalarga moslashib olishga avval tayyor turinglar. U moslashib oldi deguncha, mayli sizlar yorvorardirsizlar tilni, zo'r bilarsizlar, unga baribir 10 kun, 15 kun vaqt ketib qoladi. Ya'ni borib ish topaman deyish juda qiyin. Chunki hozir shunaqangi holatki, ish topishingiz mumkin, lekin u ish topganingizdan keyin sizni chaqirgunicha ancha vaqt 1-2 oy ketib qoladi. Meni o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Men ham kelib sразу ish topsam kerak desam, yo'q, chuchvarani xom sanagan ekanman. Unaqa emas ekan. Avvaldan tayyor turish kerak. O'sha mamlakatga borayotganingizga uchun kamida 2 oylik uchun pulni o'zingizdan olib kelishingiz kerak. Masalan, meni xarajatim ochiqdan aytaman, 300 euro yotoqxonam uchun to'layman. 150 euroga sug'urtaga to'layman, o'sha 450 euro bo'ladi. 10 euro telefonga, undan tashqari yana nimaga? 10 euro telefonga to'lasam, doshlan ticketga agar sayohat qiladigan bo'lsam 23 euro to'layman. Xullas, yeb ichishlarim bilan qo'shganda maksimum 700 euroga boradi. 700 euroga. 700 euro. Kiyim olmasangiz. Kiyim olmasam. Kiyim olmayman hali. 700 euro patolog men uchun maksimum 700 euroga ham bormaydi. 650 ga boradi. 700 euro har oy menda 700 euro bo'lsa, men o'sha oy yasha olaman. U yerda ham bir ananas, banan, kivi, o'sha xullas insonning ehtiyoji uchun kerakli bo'ladigan barcha shart-sharoitlarga yetadi 700 euro. Endi ish topish masalasiga keladigan bo'lsak, haftasiga 20 soat talaba ishlashi mumkin va bir oyda 85 soat, ya'ni talaba undan ham ko'p ishlashi mumkin. Faqatgina siz agar 85 soatdan ko'p ishlaydigan bo'lsangiz, siz bitta universitetga topshirganingizdan keyin siz universitet huzuridagi talaba bo'lasiz.
universitet ixtiyoridagi talaba. Agar siz 85 soatdan oshib ketadigan bo'lsa, siz universitetni ixtiyoridagi talaba emas, undan chiqasizda siz ishchi bo'lasiz. Bu o'z-o'zidan deylik 2200 euro oylik topadigan bo'lsangiz, sug'urta va soliq bilan уже 700 euro ketdi degani. O'sha uchun sizga berilgan me'yorga ishlang, 85 soatga sizga masalan 13 evrodan bersin yoki soatiga 14 evrodan bersin, 15 evrodan siz shunaqa ishlab ham bir oyda 80 soat ishlab ham 1000 evro topasiz. 1000 evro уже sizni xarajatlaringiz uchun, o'sha hammasi uchun, hatto kiyinishingiz uchun ham yetadi. 700 evro ishlatganingizdan keyin 300 evroni to'plasangiz bo'ladi xohlasangiz. Yoki ota-onangiz uchun jo'natsangiz bo'ladi. Men primerni aytyapman. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Agar o'qishni yorvorsangiz, imtihonlardan yiqilmasangiz, bunga shubham bor. Lekin agar ishlash maqsad bo'ladigan bo'lsa, talaba paytida ishlash tavsiya etilmaydi. Chunki qisqa muddatli ishni deb kelajagingizni yo'qotib qo'ymang. Ammo ishlayman desangiz, ishlashingiz mumkin. Bu yerda noqonuniy ishlasa ham bo'ladi. O'zimda bo'ldi. Dekabr, yanvar oylarida ishladim noqonuniy va hech qanaqa soliq to'lamadim. Faqatgina kechasi 7 soat ishlardim. Unda ham bu nemislar kompaniyasida emas, ruslar kompaniyasida ishladim va yetarlicha daromad topdim. Shu 45 kunda 3,5 euro topdim. Bu 3,5 euro уже tasavvur qiling, 700 evrodan ishlatsangiz 5 oyga yetadi. Men o'sha 45 kunda 5 oyligimni ishlab qo'ydim. Xohlasam 5 oy ishlamasligim mumkin. Shunaqa bo'ldi. U ishdan chiqdim. Chunki agar yanvar oyining oxirigacha ishladim, o'sha imtihonlarim boshlangan. Agar ishlaydigan bo'lsam, imtihonlarim qolib ketadi. Men chunki birinchi maqsadda o'qish uchun kelganman. Ya'ni demoqchi bo'lganim shunaqangi noqonuniy ishlar ham topishingiz mumkin, lekin bu juda ham top riskda turadi. Agar bitta ushlaydigan bo'lsa, endi men eshitishim bo'yicha aniq faktni bilmayman, lekin 10,000 euro shtrafi bor deyapti agar to'la olsangiz deyapti. Agar to'la olmasangiz deyapti, уже deport deyapti. Shunaqa risklariga tayyor turish kerak. U haligi gap borki maqol ruslarda. Tот, кто не рискует, тот не пьет шампанского. O'shaning uchun ham doimo risk turadi. No, tavakkal qilib boshladim, chunki juda pul kerak edi o'zimga. Shunaqa holatlar eshitmaydi deb umid qilaman. Shunaqa bo'ldi. No, hozirgi kunda yaqinda ishga joylashdim. Zara deganda ham Zarani o'zida ishlamayman, faqatgina Zaraga outsourcing kompaniya bor. Va bu biznes rejalarimga qo'shib qo'yganman. Ya'ni shunaqa Germaniyada juda ham ko'p outsourcing kompaniya borki, siz kompaniya ochasiz, hatto uni tozalab berish, unga xizmatlarni yetkazib berish o'sha boshqa kompaniyalarning bo'ynida bo'ladi. Shunaqa tizimdagi ishlaydigan outsourcing kompaniyalarni O'zbekistonga ochish kerak. U O'zbekistonda ham bor, lekin juda ham kam. Shunaqa bizneslarni o'zizga g'oya qilib olsangiz va ocholsangiz, o'sha siz bitta tadbirkor sifatida va muvaffaqiyatli inson sifatida kuchayib ketishingiz mumkin. Ya'ni Zara nima bitta outsourcing kompaniyasiga, u kompaniyada, ya'ni men nima qilaman? Yangi kiyim keladi, yangi kiyimni korobkadan ochib, veshelkaga ilib, do'kon uchun tayyor qilib skanerlab beramiz. Ular do'kondagi ishchilar kelib o'sha kiyimni olib tushib ketadi va qatorga qo'yib qo'yadi. Ya'ni bitta kiyim sotilsa, sizni bazangizga o'sha bitta kiyim qo'shish kerak degan kompyuteringizga chiqadi, o'shani topib yana joylashtirasiz. Shunaqa ish, bunaqa qiyin ish emas, faqatgina tez bo'lish kerak. Xullas, nemis tilini ko'proq yaxshiroq bilsangiz, boshqa ishlarda ham ishlashingiz mumkin. Men o'zimda shunaqa bo'ldi. Frankfurtda accountingga topshirdim. Intervyusidan ham o'tdim va boshlig'i bilan gaplashish intervyusidan ham o'tdimda aytadi, men deyapti, biz o'zi odatda nemis tilidan sabr so'raymiz deyapti. Lekin seni nemis tiling deyapti, juda yomon deyapti. Lekin deyapti, men gapiryapman, sen oddiy so'zlar bilan bo'lsa ham meni tushunib javob bera olyapsan. Men shunga hayron qolyapman deyapti. Senda ya'ni bo'ldi, tilni bilmas ekanman yoki savolingga javobni bilmas ekanman deb turib qolmayapsan-da, haligi tirmashyapsan sen deyapti-da. O'shaning uchun seni yoqtirdim va senga imkoniyat bermoqchiman, ishlamoqchimisan dedi. Va uni oyligi juda ham baland edi. 20 yevrodan boshlanardi. Hozirgi 13 yevro bo'ladigan bo'lsa, soati 12-20 yevro. Bu o'sha haqiqiy ofisni ish bo'lgani uchun undan tashqari onlayn ishlaysiz, uyda o'tirib. Juda kutdim javobini.
javob manimcha отказ qildi, sababi o'sha til baryer bo'ldi. Atak imtihonlaridan, intervyulardan savol berdi, javob berdim. Aynan faqatgina shu bitta baryer bo'lgan narsa nemis tili va bu juda ham alam qiladi. Siz tilni bilmasligingiz, lekin qolgan bilim jihatdan bilimingiz bor, lekin tilni bilmasligingiz. O'shaning uchun ham katta rol o'ynaydi. Lekin o'zingizni bemalol qoplaysiz, kunlik ishlarga ham chiqishingiz mumkin, kuniga 100 yevro topishingiz mumkin, 50 yevro topishingiz mumkin. Albatta bu sizni Alloh taolodan berilgan rizqingizga qarab. No, baribir birinchi o'sha bizga bilimli kadr bo'lganingizdan keyin man albatta ishonaman, yaxshi an'ana bo'ladi. Ya'ni siz o'sha 20 yevrodan ham baland ishlarga hali joylashasiz, chunki oldinda hali yana 1 yil vaqtingiz bor. Tilingizni perfect qilib olasiz, yaxshi qilib olasiz. Yani kimlargadir eslatib qo'ymoqchiman, bizda shunaqa bor, Koreyadagilarda shunaqa holat ko'p kuzatildi. Ya'ni o'qish uchun ketib, ko'pchilik ishlab qolib ketdi va qisqa muddatda topiladigan pulni deb uzoq muddatdagi kelajagi yo'qotish holatini hech qachon hech kim reja qilib borishini men ham xohlamayman, to'g'risi. Ya'ni biz zo'r joyga zo'r bilim olib, o'sha joyda zo'r kompaniyalarda ishlab, bilimini olib, aytganingizdek biznes tajribalarini olib qaytib kelib, O'zbekistonda qilib yoki chet ellarda qilib yurish hammaga nasib qilsin deymiz. Menimcha 1 soatdan o'tdi Ozbek. Agar sizni ham ishlaringiz bor, rejalaringiz bor, bizda o'zi allaqachon 9 dan o'tdi soat. Gaplashsak gap ko'p. Men misol uchun maza qilib o'zimga yangi tajribalar oldim. Ishlaringizga kattakon omad deyman. Vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. O'zi kimlardir uyalishadi, kimlardir boshqa qilishadi. Shunaqa qo'llab-quvvatlaganingiz uchun mana ham kattakon rahmat. Yana qanaqadir niyatlaringiz bo'lsa, o'zingizning arzulariniz bo'lsa, men eshitib turganlar ichida bor. Sizni orqali menga chiqayotgan bolalar bor. Avazda ham kontaktlarimni agar bersalar qo'yib qo'yamiz, chunki balkimlardir Germaniyaga borgisi keladi, yordam beradi, chunki avazda yaxshi saxiy bo'ladi. Rahmat. Shunaqa endi oxirgi so'z sifatida ayta olaman. Siz chetga chiqsangiz o'zgarib ketishi mumkinmi? Odobimga ta'sir qiladimi yoki o'qiy olamanmi degan narsalardan fikringizni uzoq qilishingiz kerakda, faqatgina o'zingizga qaratishingiz kerak maqsadni. Siz aslida hammani ichida emas yoki yolg'iz o'zingiz qolganingizda qanday ekanligingizni o'zingiz bilasiz, lekin chetga chiqqaningizdan keyin, musofir bo'lganingizdan keyin siz o'zingizning yurtingizda, do'stlaringiz atrofidagi maskalaringizni yechasizda, musofir yurtga chiqqandan keyin aslida qalbdan siz kimsiz? Yaxshi ko'rishni ya'ni yaxshilik qilishni yaxshi ko'radigan insonmisiz yoki o'qishni yaxshi ko'radigan insonmisiz yoki agar gunoh qilaman desangiz, ya'ni yomon ishlar qilaman desangiz, sizga juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Hatto borsangiz o'sha narsalar hatto bepul vaqtini topsangiz bo'ldi. Ya'ni o'sha endi bayramlarga bor. Lekin agar siz qalbdan unday inson emas, iymon e'tiqodli, o'qish uchun keladigan inson bo'ladigan bo'lsangiz va o'zingizni doimo ilhomlantirib, o'zingizga motivatsiya bera oladigan inson, shaxsiyat bo'lsangiz, bu sizning yutug'ingiz, o'zingizdan xursand bo'lishingiz kerakki, siz musofirga chiqsangiz ham birovni aldamaysiz va siz qalbdan bir kimgadir yaxshilik qilib, undan yaxshilik kutmasangiz, minnat qilmasangiz, o'sha paytdayoq sezasiz. Ya'ni kimgadir yaxshilik qilganingizdan keyin undan javob kelmadimi, o'sha siz bilingki, siz yaxshi insonsiz, yaxshilik qilishga moyilligingiz bor. Shu taraflariga e'tibor bering. Ya'ni chetga chiqishingiz bilanoq sizni asl yuzingiz ochiladi. Aslida qanday ekanligingiz, ilmga qanday ilhomlanasiz, ota-onangiz bilan qanday, do'stlaringiz bilan qanday muomala qilasiz, hammasi shu paytda o'zingiz uchun namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham oxirgi so'zim bilan nima deyman? Doimo harakatda bo'linglar. Bo'ladi, meni davrimda ham o'zim aytaman. Masalan, hozirgi holatimda sinfdoshlarim bor. Oyiga maksimum $5000 topayotganlari bor, $4000 topayotganlari bor. Lekin ular biz kabi chetda o'qimayapti-da, balkim qora ish qilayotganlar. U qora ish ham emas, masalan, til bilib logistika firmasida ishlayotgandir. Lekin siz oldindan bilingki, siz shu yo'lni tanladingiz. Ortga yo'l yo'q. Yarim yo'lda tashlab ketgan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. G'alaba va muvaffaqiyat doimo sabr qila olganlarga va o'sha to'siqlarni zabt eta olganlarga. G'alaba qilish juda ham qiyin. Uni yutganlargina, o'sha yo'lni bosib o'tganlargina uni qanday ekanligini, qadri bor ekanligini tushunadi. O'shaning uchun ham doimo tanlagan yo'lingizdan adashmanglar va nima uchun harakat qilayotganlaringni, ortlaringdan kimlar ishonib turibdi, qanday do'stlaringiz bor, hammasini
xayolan bo'lsa ham fikr qilib, Allohdan so'rab, ota-onaga duo qilishlarini so'rab, harakatda qilib, doimo maqsad tomon intilish kerak deb qolaman. Shu. Katta